Assalomu alaykum akalar ukalar. Gold Crow firmasidan qisqacha obzor qilamiz. Talab va istaklarga binoan. Gold Crow firmamizda bitta tomonda 45 ta xona mavjud. 44 ta. Karmushkalari. Dalmatinlar. Karmushkalar zakasini spesialniy qildirilgan, tayyorlanib tekshtirilgan holatda. Nimaga teshilgan deganlarga savoliga javobi. Qo'rimda quyqumlari taydan tushib ketib turadi. Hali tushkunmaydi, burniga kirib netmaydi, chang-pang bo'lmaydi. Ikkinchidan, u bolalagan quyonlar, mana misol dalmatin bolalar turibdi. Bolalar ko'zi ochilib, bu yoqqa chiqib, qo'rim yeyishni boshlaganda bilasizlar, обязательно karmushkaga tushib oladi. Karmushkaga tushganda siyib netib qo'ygan holatda suv to'planmaydi-da, qo'rim uyib, quyonlar haligi uygan qo'rim deb kaksiz holatiga kelmasligi uchun mana tekshtirilgan. Mana har xil yoptagi quyonlarimizdan bor. Mana hammasi komplekt bir xilda qilib karmushkalar bilan. Anchadan video qilib bera olmadik, ko'pchilik so'raganda bitta o'sha obzor qilib bering deb. Bitta nosozliklar bor bu yerda, qo'rimlar ketma-ketlik turishdi. Bir bemalol vaqt bo'lganda afzal qilib qo'yamiz. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ketma-ketlikda qilib qo'yamiz bir xilda qilib, bir tomonga qo'rim, karmushka bir tomonga palga qilib. Gold Crow. Inshaalloh katta qilib bergan otam ham haqqiga duo qilib bersizlar. Mashalloh deb. Hamma zotlardan deyarli bor. Hamma zotdan desam adashgan bo'laman, chunki bu yerga sig'maydi barcha O'zbekiston zotlardan aktiv bo'lgan bo'lsa. Har qalay assortiment bor, yo'q emas. Bu yerga bo'lsa kattaroq qilib qilingan. Mana yosh quyonchilar boladan ajragandan keyin yoki bo'lmasa 25 kun 30 kunligida enasi bilan birgalikda bu yerga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Katta kengroq, keng maydon, quyonlar mana yugurib bu yerda yurishaveradi. Tagi qalin setka bilan qoplangan. Oyoq padrimasi bo'lmaydi bularda. Tagi tortmali mana. Hammasiniki tortmali qilinganligining sababi mana bu yerda tortmali qilingan sabab poholda turadigan bo'lsa, bet bo'lib qolsa, quyonlar amaklik kuchayib ketganligidan quyonlar kasal bo'lishi ham mumkin. Mana qalin setkadan qilganimizning sababi quruq holatda turadi quyonlar. Hech qanaqa bir nam yoki axlati o'ziga yopishmaydi-da. Mana setka quruq holatda quyonlar o'sishi yaxshiroq bo'ladi. Qo'rim yeb o'ziga tanaga olishligi. Mana bu yerdan bitta qatorga qilib qo'yganmiz, boshqa qilib. O'zi asli buni ko'proq qilishimiz kerak edi. Qilib bo'lganimizdan keyin hayolga kelgan bu narsa. Bu yerga bo'lsa mana 4 etajga erkak quyonlar uchun maxsus. Nima deydi? Ko'proq aytgan 18+ maydonchasi, spalniy xona. Mana bu yoqqa 70, bu yoqqa 60. 50 bo'lsa kerak, 50 to'g'ri. Mana erkak quyonlarga yetadi masi. Asosan qo'shish uchun ishlatiladi. Keyin bu yerga mana sredniy, karlik. Hammasiga mana 8 ta xona qilingan. Erkak quyonlar uchun maxsus bular. Quyon xonamiz to'liq bitmagan, ayrim sabablarga ko'ra to'xtab qolgan. Yarmi vesovoy quyonlarga ham endi qilinyapti, hafsala qilib, hali qo'l uchida shunday tursa bo'ldi qilmasdan bu ham hafsala qilinyapti. Shuning uchun juda uzoqroq vaqt ketib qolyapti. Mana karmushkalarimiz ham zakasni inshaalloh. Mana ko'rishingiz mumkin. Gold Crow firmasiga aloqaga chiqarasizlar. Inshaalloh go'zal holatda. Katakka juda ham ko'plab zakaslar tushyapti. Qilib beringlar deb. Endi to'g'risi gap bir usta qilib bergan emas buni. O'zim dadam qilib berganligi uchun endi vaqt ham talab qilinadi ko'proq.
o'zini boshqa ishlarni oshmagan uchun qidirolmayapti. Ko'rgan odam qiziqyapti. Ishtaqadan qilib bering deb. Keyin karlik tikka quloqlar ishqibozman, mana ko'pchilik biladi. Bunaqa kalta quloqlar inshaalloh ko'payishgan qo'llardan ham qilib beramiz, xudo xolasa.